Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, Lobar opa-singillarimiz, kuningiz yaxshi o'tdimi? Sizlar uchun yana bitta dolzarb bo'lgan mavzu tayyorlab qo'ydim. Bugungi mavzuyimiz hozirgi kunga juda ham to'g'ri keladi, ya'ni yomg'irli mavsum hisoblanganligi sababli gripp tez tarqayapti va bolajonlarimiz va yoshi kattalarga juda tez yuqish xavfi kuzatilyapti. Bugungi tomoqni oddiy atigi 4 ta mahsulot orqali chayishni va davo topishni o'rgatmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Albatta like bosing, obuna bo'ling, xursand bo'laman. Kanalimiz yurishiga o'z hissangizni qo'shishingizni so'rab qolgan bo'lar edim va biz boshladik. Bizga suvga 1 stakan suvga 2 tomchi yod 5% solinadi. Bundan tashqari 1 osh qoshiq soda, non sodasi ichiga solinadi. Yana 1 osh qoshiq tuz solinadi va iliq suv bo'lishi kerak. Suvga ham e'tibor berasiz. Ularni yaxshilab aralashtirasiz. Bitta massa bo'lgandan so'ng erib ketishsin, ichida qolmasligi kerak. Yaxshilab aralashtirasizda. Keyin u bilan o'zingizni tomog'ingizni g'arg'ara qilishni hamma biladi. G'arg'ara qilasiz 2-3 marta. Kuniga 2-3 mahal qilsangiz bo'ladi. Buni zarari yo'q. Juda ham foydali. O'zingiz ham bilasiz, tuzning zarari yo'q. Har doim ishlatiladigan tuzimiz. Yod ham davolovchi hisoblanadi. Ichimlik sodasi ham juda ham foydali. Buni ko'pchilik onajonlarimiz juda ham yaxshi biladi. Albatta like bosing, obuna bo'ling. Bundan qiziq videolarni joylab borishga harakat qilaman. Sizlarni qanday savol qiynayapti? Albatta kommentariyaga yozib qoldirsangiz, o'sha mavzuni alohida bitta mavzu qilib, video rolik qilib chiqaman. Hammaga rahmat, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bundan qiziq videolarni joylab borishga harakat qilaman. Hammaga rahmat.